Ishqo'ziyeva Sevinch, Jizzax viloyati Zomin tumani O'rta Sirgali qishlog'ining 53-maktabni 9-A sinf o'quvchisiman. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan 5 tashabbus loyihasi doirasida o'tkazilayotgan yosh kitobxon ko'rik tanloviga bu yil respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim va men bu tanlovga 2 yildan buyon qatnashib kelaman. Menga mana shu darajaga yetishimga va kitoblarni mutolaa qilishimga juda ham ko'plab kishilarning mehnati bo'ldi va shuningdek eng avvalo ota-onam, barcha ustozlarimiz qo'ldan kelgancha yordam berishdi, kitoblarni topishda va menga sharoit yaratishda ularning ancha mehnati ketdi. O'tgan yili qolib ketgandim tuman bosqichida va shunda men ancha tushkunlikka tushib qoldim va o'shanda ota-onam aytdiki, ustozlarim, sen bu yo'ldan maqsad qo'yding, maqsadingga yetishmaguncha harakatdan to'xtama deyishdi. Ushbu tanlovda hech qachon yutqazgan o'quvchi yosh kitobxon bo'lmaydi. Chunki mana shu tanlov orqali har bitta o'quvchi qanchadan kitob o'qidi. Soat 4:00 chamasi uyda opachasi bor edi. Aya suyunchi bering. Sevinch birinchi o'rinni olibdi desa, men yo'q, ishonmayman dedim-da. Aldayapti deb, qo'y dadang o'zi aytadi, hali jim tur deb, umuman ishonmadim to'g'risida. Endi bolangiz yutug'i boshqacha bo'lar ekan-da. Va shuni aytib o'tish joizki, prezidentimiz men farzandlarimga, butun O'zbekiston bolalariga, yoshlariga elektromobil berib bo'lsa ham kitob o'qitiraman dedi va mana shu tashabbusi orqali yosh kitobxonlarning soni ancha jadallashdi va raqobat kuchaydi. Asosiysi mana shu kitob orqali bizning dunyo qarashimiz ancha o'sdi. Bizga mana shu juda ham ko'plab yutuqlarni berdi deb o'ylayman.